Aytishlaricha, arvoh tabibni tanish go'yo yana bir umrga ega bo'lmoq demakdir. Uni munosib kutib olib, hurmatini joyiga qo'ying. Zudlik bilan Qaychen shahriga arvoh tabib hazratlarini kutib olishga yo'l olamiz. Xo'p bo'ladi. Tezroq Qaychen shahriga yetib borishimiz kerak. Janob hukmdorning vaqti oz qoldi. Yigirma yoshidanoq Yan sulolasining barcha buyuk tabiblarni ortda qoldirgan ekan. Uni davosi qimmat ekanmish. Qaranglari, yoshi meniki bilan teng ekan. Sen bilan ko'rishni intizorlik bilan kutyapman. Ikkinchi og'a, bu Liang oilasi pulni haddan tashqari tez topyapti-da. UzdabGo studiyasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi.